Bizda AMG'si 0,100 bo'lgan holatlarda ham homiladorliklar bo'lgan vaziyatlarga duch kelganmiz. AMG faqatgina tuxumdon zaxirasining ko'rsatkichi xolos. Tuxumdon zaxirasi folikulalar sonini anglatadi. Folikulalar soni esa tuxum hujayralarining sonini anglatadi. Homilador bo'lish uchun tuxum hujayralaridan tashqari urug', naylar, bachadon ham kerak bo'ladi. Shunda AMG bizga bepushtlik hikoyasining yarmini ochib beradi. AMGning o'zi ayol homilador bo'la olish yoki bo'la olmasligi ko'rsatkichi emas. Inobatga olinishi kerak bo'lgan boshqa faktorlar ham bor. AMG bizga eko jarayonida nechta tuxum hujayra olishimizni yoki ayol tanasida qancha tuxum hujayralar qolganini ko'rsatishi mumkin. U bizga bir ayol tabiiy yo'l yoki eko orqali homilador bo'la olishini aniqlab bera olmaydi. Ikkinchi savolga keladigan bo'lsak, amaliyotimizda AMG 0,5 dan past bo'lsa ham, tabiiy yo'l bilan ham, eko orqali ham homiladorliklar ko'p kuzatilgan.